Salom aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan juda muhim, hayotiy zarur mavzu haqida gaplashamiz. Agar sizning pensiyangiz tirikchilik minimumidan past bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Bu ma'lumotlar shunchaki navbatdagi maslahat emas, balki sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradigan amaliy ko'rsatma. Ko'pchilik bu imkoniyatdan bexabar va shuning uchun ham nohaq ravishda qiyinchilikda yashashga majbur bo'lmoqda. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zni eslab qoling. Va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang. Chunki siz beradigan har bir like bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga, ko'proq pensionerlarning o'z huquqlarini bilishiga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari vaziyat qanday edi? Ko'pgina pensionerlar uchun pensiya miqdori uzoq yillar davomida to'plangan ish staji va maoshga bog'liq bo'lib, bu miqdor ko'pincha hatto eng zarur ehtiyojlarni qoplashga ham yetmasdi. Ba'zida pensiya shunchaki ma'lum bir miqdor etib belgilanar va uning tirikchilik minimumiga mos kelishi yoki kelmasligi haqida keng jamoatchilik orasida aniq tushuncha yo'q edi. Qo'shimcha to'lovlar, ijtimoiy yordam dasturlari bor edi. Lekin ular har doim ham umumiy tizimga kirmasdi yoki ulardan xabar topish juda murakkab edi. Oqibatda ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz o'zlarining og'ir hayotiy sharoitlariga ko'nikib, davlat tomonidan qo'shimcha yordam olish imkoniyatini hatto o'ylab ham ko'rmas edilar. Ular pensiyasiga qo'shimcha nima olgani shukr qilib qolganini o'zlari yoki yaqinlari yordamida qoplashga intilardi. Bu esa ko'pincha kambag'allik va ijtimoiy qatlamlar orasidagi tafovutni yanada kuchaytirardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi va bu o'zgarish nafaqat qonun hujjatlarida, balki amaliyotda ham o'z aksini topmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bugun hech bir pensionerning pensiyasi qonuniy belgilangan tirikchilik minimumidan past bo'lmasligi kerakligi aniq belgilab qo'yilgan. Bu qoida zamirida har bir fuqaroning munosib hayot kechirish huquqi yotadi. Davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa keksalarga g'amxo'rlik qilishni o'z zimmasiga olgan. Bu degani, agar sizning pensiyangiz o'rnatilgan tirikchilik minimumidan past bo'lsa, sizda davlatdan qo'shimcha to'lov olish huquqi mavjud. Bu nafaqat imkoniyat, balki sizning qonuniy huquqingizdir. Bu o'zgarishlar fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash, ularga ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Endi bu tizim ancha shaffof va tushunarli bo'lib, undan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilgan. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nimalarni bilishimiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu borada xavotir olish shart emas? Avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa bu tirikchilik minimumi nima ekanligi va uning hozirgi miqdori qancha ekanligidir. Tirikchilik minimumi bu mamlakat fuqarosining normal hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan minimal oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar va boshqa kundalik ehtiyojlar uchun yetarli bo'lgan pul miqdoridir. Bu miqdor har yili yoki ma'lum vaqt oralig'ida hukumat tomonidan qayta ko'rib chiqiladi va yangilanadi. Masalan, hozirda bu miqdor shartli ravishda 600 ming so'm deb tasavvur qilaylik. Bu shartli raqamni eslab qoling. Siz esa amaldagi aniq raqamni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilishni keyinroq aytib beraman. Kim tashvishlanishi kerak? Har kimning umumiy oylik daromadi, ya'ni pensiyasi va boshqa rasmiy nafaqalari agar mavjud bo'lsa, belgilangan tirikchilik minimumidan past bo'lsa, bu nafaqat klassik pensiya oluvchilarga, balki nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga beriladigan pensiya va nafaqalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni agar sizning jamg'arma daftarchangizga har oy tushadigan pul miqdori shu belgilangan tirikchilik minimumidan kam bo'lsa, sizda qo'shimcha to'lov olish huquqi mavjud. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar sizning pensiyangiz va boshqa barcha oylik daromadlaringiz, masalan, ijara daromadi, boshqa kichik ishdan keladigan rasmiy daromadlar, tirikchilik minimumi miqdoridan yuqori bo'lsa, u holda sizga bu qo'shimcha to'lov belgilanmaydi. Ya'ni davlat sizning minimal ehtiyojlaringiz qondirilgan deb hisoblaydi. Keling, bir nechta aniq misollarga to'xtalib o'tamiz. Raqamlarni tushunish oson bo'lishi uchun shartli ravishda beraman. Birinchi misol, Marhamat opa 70 yoshda, u yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi har oy 520 ming so'm. Faraz qilaylik, hozirgi tirikchilik minimumi 600 ming so'm. Bu degani, Marhamat opaning pensiyasi tirikchilik minimumidan 1000 ming so'mga kam. Bu
800 ming so'm uning kunlik noni, dorisi, elektr to'lovi uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Bu farqni qoplash uchun marhamat opa nima qiladi? Ko'pincha u o'zini cheklaydi, dorilarni sotib olishdan voz kechadi yoki ovqatlanish ratsionini qisqartiradi. Bu esa sog'lig'iga va umuman hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana shu vaziyatda davlat marhamat opaga har oy 10 ming so'm qo'shimcha to'lab berishi shart. Bu uning nonni to'laqonli sotib olishiga, zarur dorilarni olishiga yordam beradi. Ikkinchi misol, Jamol aka 65 yoshda, nogironligi bor. Uning nogironlik pensiyasi yaqin 20 ming so'm. Uning har oy maxsus dorilarga va shifokor nazoratiga pul sarflashi kerak. Bu uning uchun nafaqat og'irlik, balki doimiy stress manbai hisoblanadi. Tirikchilik minimumi 600 ming so'm bo'lgan holda Jamol akaga 1000 ming so'm yetmaydi. Bu mablag' uning uchun bir dona muhim dori yoki transport xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bu kabi kichik ko'rinadigan summalar nogironligi bor insonning kunlik og'ir yukini biroz bo'lsa-da yengillatadi. Uchinchi misol, Ra'no xola 75 yoshda. U bolalari bilan birga yashaydi, lekin bolalari ham o'z oilasiga ega va o'zlariga yarasha qiyinchiliklari bor. Ra'no xolaning pensiyasi behudumigan so'm. Bolalari unga ba'zida yordam berishadi, lekin bu muntazam emas va rasmiy daromad hisoblanmaydi. Ko'pincha bolalar pensiya kamligini bilib, o'zlari ham noqulay vaziyatda qolishadi. Shu holatda Ra'no xolaning shaxsiy pensiyasi tirikchilik minimumidan past bo'lgani sababli u ham qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega. Bolalarning u bilan birga yashashi uning bu huquqini bekor qilmaydi, chunki pensiya shaxsiy daromad hisoblanadi. 4-misol. Qishloqda yashovchi Salim bobo. Uning pensiyasi 780 ming so'm. Shahar markazida yashovchi shaxs uchun 600 ming so'm yetarli bo'lmasa-da, qishloq sharoitida ba'zi xarajatlar kamroq bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin. Ammo tirikchilik minimum mamlakat bo'yicha yagona qilib belgilanadi. Demak, Salim boboning pensiyasi ham tirikchilik minimumidan 20 million so'mga kam bo'lsa, unga ham bu qo'shimcha to'lov ajratilishi shart. Bu degani qishloqda yashaysizmi yoki shaharda tirikchilik minimumi bo'yicha teng huquqlarsiz. Pensiyalarning past bo'lishining sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir Sovet davrida juda kam maoshga ishlagan, kimdir ish staji to'liq bo'lmagan, kimdir esa maxsus sharoitlarda ishlaganligi sababli pensiya hisoblash tizimida ba'zi xususiyatlar mavjud bo'lishi mumkin. Pensiyaning pastligi esa insonning nafaqat moddiy ahvoliga, balki ruhiy holatiga ham jiddiy ta'sir qiladi. Doimiy pul yetishmovchiligi stress, tushkunlikni keltirib chiqaradi. Inson o'zini jamiyatdan ajralgan his qiladi, zarur davolanishlarni ola olmaydi. Bu esa sog'liq muammolarini yanada chuqurlashtiradi va hayot sifatini keskin pasaytiradi. Shu sababli bu qo'shimcha to'lov shunchaki pul emas, balki keksa fuqarolarimizning munosib umr kechirishi uchun berilgan imkoniyat, ularning sha'm va g'ururini saqlashga yordam beruvchi ijtimoiy himoya mexanizmidir. Endi esa istisnolarga, tuzoqlarga va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu qismni ayniqsa diqqat bilan tinglang, chunki aynan shu yerda ko'pchilik xatolarga yo'l qo'yishi yoki o'z huquqlaridan bexabar qolishi mumkin. Istisnolar va nozik jihatlar: birinchidan, ba'zi pensionerlarning qo'shimcha daromad manbalari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir o'z uyining bir qismini ijaraga beradi, kimdir kichik bog'dorchilik bilan shug'ullanib mahsulotlarni sotadi yoki qaysidir maslahat xizmatlarini ko'rsatishdan rasmiy daromad oladi. Agar bu daromadlar rasmiy tarzda hujjatlashtirilgan va soliqqa tortiladigan bo'lsa, ular sizning umumiy oylik daromadingizga kiritiladi. Ya'ni, agar sizning pensiyangiz 500 ming so'm, ijara daromadingiz esa 1 ming so'm bo'lsa, sizning umumiy daromadingiz 6 ming so'm hisoblanadi. Agar tirikchilik minimumi 600 ming so'm bo'lsa, u holda siz qo'shimcha to'lovga muhtoj emassiz. Ammo aksariyat kichik daromadlar rasmiy hisoblanmaydi va shuning uchun ular pensiya jamg'armasi tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Muhimi bu sizning rasmiy va hujjatlashtirilgan daromadlaringizdir. Agar daromadingiz norasmiy bo'lsa, uni hisobga olishmaydi. Ikkinchidan, pensionerning oilaviy tarkibi. Agar pensioner voyaga yetgan farzandlari bilan birga yashasa va farzandlarining daromadi yetarli bo'lsa, bu holatda ham qo'shimcha to'lov beriladimi? Bu yerda nuanja bor. Pensiya bu shaxsiy daromad. Agar farzandlarning daromadi oilaning umumiy ahvolini yaxshilasa ham, pensiya jamg'armasi sizning shaxsiy pensiyangizni tirikchilik minimum bilan solishtiradi. Ya'ni agar sizning pensiyangiz past bo'lsa, farzandlaringiz qancha topishi muhim emas,
siz baribir qo'shimcha to'lov olish huquqiga egasiz. Lekin ba'zi hududlarda yoki ijtimoiy yordamning boshqa turlari uchun oilaning umumiy daromadi hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun aynan pensiyani tirikchilik minimumigacha oshirish masalasida shaxsiy pensiya asosiy hisobga olinadi. Bu juda muhim farq. Uchinchidan, hududiy farqlar. Tirikchilik minimumi odatda mamlakat bo'yicha yagona miqdor qilib belgilanadi. Shunday bo'lsa-da, ba'zi hududlarda mahalliy hokimiyatlar tomonidan o'zlarining qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlari joriy etilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu pensiya miqdorini tirikchilik minimumigacha oshirishga taalluqli emas, balki qo'shimcha yordamdir. Shuning uchun tirikchilik minimumi bo'yicha sizning huquqingiz butun mamlakat bo'ylab bir xil. 4-dan, ba'zi turdagi pensiyalar yoki nafaqalar. Masalan, harbiy pensiyalar yoki maxsus xizmatlar uchun beriladigan pensiyalar o'ziga xos hisoblash tartibiga ega. Biroq ularga ham tirikchilik minimumi talabi qo'yilishi mumkin. Ya'ni bu toifadagi pensionerlar ham o'z pensiyalari minimumdan past bo'lsa, qo'shimcha to'lov olish huquqini talab qilishlari mumkin. Bu borada aniqlik kiritish uchun siz bevosita pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Tuzoqlar va qiyinchiliklar. Bexabarlik. Eng katta tuzoq bu sizning bu huquqdan bexabar ekanligingiz. Ko'pchilik pensiya qancha bo'lsa, shuncha olaman deb o'ylaydi va qo'shimcha pul olish mumkinligini bilmaydi. 2. Bürokratiya va qog'ozbozlikdan qo'rqish. Odamlar ko'pincha baribir hech narsa chiqmadi yoki hujjat yig'ib yurishga erinaman deb o'ylashadi. Lekin bu o'ylash noto'g'ri. Hozirgi kunda tizim soddalashtirilgan va sizdan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati minimal darajaga tushirilgan. 3. Murakkablik. Ko'pchilik bu jarayon juda murakkab deb o'ylaydi, ammo aslida unday emas. Bu oddiy ariza yozish va bir nechta hujjatni taqdim etish bilan hal bo'ladigan masala. 4. Noto'g'ri hisob-kitoblar. Odamlar o'z daromadlarini noto'g'ri hisoblashi mumkin. Masalan, norasmiy daromadlarni ham hisobga olib, o'zini aldashi mumkin. Bu esa ularni ariza berishdan voz kechishga undaydi. Har doim rasmiy daromadlarni hisobga oling. Unobvious nuances, ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha to'lov mexanizmi. Sizga nafaqat pensiya beriladi, balki agar u tirikchilik minimumidan past bo'lsa, davlat shu farqni to'ldirish uchun alohida ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha to'lov ajratadi. Ya'ni sizning pensiyangiz summasi o'zgarmaydi, lekin unga qo'shimcha ravishda ma'lum miqdordagi pul sizning hisobingizga o'tkaziladi. Bu ikki xil to'lov manbai, lekin siz ularni bitta umumiy summadek qabul qilasiz. Murojaat qilish muddati bu bir martalik murojaatmi yoki har yili qayta murojaat qilish kerakmi? Odatda bu qo'shimcha to'lov sizga belgilangandan so'ng, uning miqdori tirikchilik minimumi o'zgarganda yoki sizning pensiyangiz miqdori o'zgarganda avtomatik tarzda qayta hisoblanishi kerak. Biroq sharoitlar o'zgarganda yoki siz shubhalanganingizda doimo pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, tirikchilik minimumi 7000 so'mga oshirildi. Siz esa 3000 so'm qo'shimcha olib turibsiz. Sizning qo'shimcha to'lovingiz avtomatik oshirilmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun qayta murojaat qilish kerak bo'ladi. Raqamli xizmatlar. Hozirgi kunda davlat xizmatlarini raqamlashtirishga katta e'tibor berilmoqda. Ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda ham olish mumkin. Lekin aynan pensiyani tirikchilik minimumigacha oshirish masalasi ko'pincha shaxsiy murojaatni talab qiladi, ayniqsa boshlang'ich bosqichda. Shunga qaramay, ma'lumot olish uchun onlayn portallardan foydalanish mumkin. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Bularning barchasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyangiz miqdorini aniqlashtiring. Eng avvalo, siz o'zingizning hozirgi pensiya miqdorini aniq bilishingiz kerak. Buning uchun siz bankdan pensiya harakatlari to'g'risida ma'lumotnoma olishingiz mumkin yoki pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisobingizdan ko'chirma, viska talab qiling. Bu oddiygina har oy sizning hisobingizga qancha pul tushayotganini ko'rsatuvchi hujjat. U yerda sizning pensiyangiz miqdori aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, amaldagi tirikchilik minimum miqdorini aniqlang. Bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining rasmiy veb saytidan, Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligining portallaridan yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan bevosita so'rab olishingiz mumkin. Bu ma'lumot doimiy yangilanib turadi. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotni olishingiz muhimdir. Masalan,
Siz shaxsan pensiya jamg'armasiga borib, hozirda tirikchilik minimumi qancha deb so'rashingiz mumkin. Ular sizga aniq raqamni aytishga majbur. 3-qadam farqni hisoblang. Endi sizda ikkita raqam bor. Sizning pensiyalik minimum miqdori. Oddiygina arifmetik amal bajaring. Tirikchilik minimumidan pensiyangiz miqdorini ayiring. Agar natija musbat son bo'lsa, ya'ni tirikchilik minimum pensiyangizdan katta bo'lsa, demak sizga qo'shimcha to'lov berilishi kerak. Masalan, tirikchilik minimumi 6.000 so'm, sizning pensiyangiz 30.000 so'm, farq etadi 1000 so'm. Bu miqdor sizga har oy qo'shimcha to'lanishi kerak. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha: 1. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizni har doim o'zingiz bilan olib yuring. 2. Pensiya guvohnomasi. Bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. 3. Yashash joyingiz to'g'risida ma'lumotnoma, propiska. Ba'zi hollarda bu ma'lumot ichki tizimlarda mavjud bo'lishi mumkin, lekin ehtiyot shart o'zingiz bilan olib borishingizni tavsiya qilaman. Uni mahalla fuqarolar yig'idan olishingiz mumkin. 4. Agar sizda pensiyadan tashqari rasmiy daromadlar bo'lsa, masalan, ijara shartnomasi, boshqa ish joyidan daromad to'g'risida ma'lumotnoma, ularni ham tayyorlashingiz kerak. Bu pensiya jamg'armasiga sizning umumiy daromadingizni to'g'ri hisoblashga yordam beradi. 5. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari. Qo'shimcha to'lovlar ham sizning pensiya to'lanadigan hisob raqamingizga o'tkaziladi. Buni bankdan olishingiz mumkin. 6. Oilaviy tarkib to'g'risida ma'lumotnoma. Garchi pensiya shaxsiy daromad bo'lsa-da, ba'zi hollarda oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Uni ham mahalla fuqarolar yig'inidan olasiz. 5-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning asosiy murojaat manzilingiz bu yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Ba'zi hollarda sizga mahalla fuqarolar yig'ini MFG ham yordam berishi mumkin. Chunki ular ba'zi hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'mak beradi va pensiya jamg'armasi bilan hamkorlik qiladi. Lekin asosiy qarorni pensiya jamg'armasi qabul qiladi. 6-qadam, arizani yozish. Pensiya jamg'armasiga borganingizda ular sizga ariza jamg'armasiga borganini berishadi yoki sizga ariza yozishda yordam berishadi. Ariza oddiy bo'ladi va unda quyidagi ma'lumotlar aks etadi: murojaat qiluvchining ism, familiyasi, otasining ismi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, murojaat sababi, men ism, familiya, pensioner sifatida pensiyamning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tirikchilik minimumidan pastligini inobatga olib, menga tirikchilik minimumigacha bo'lgan qo'shimcha to'lovni belgilashingizni so'rayman. Bu iborani eslab qoling. Ariza berilgan sana va imzo. Agar sizga ariza yozishda yordam kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga albatta ko'mak berishlari shart. 7-qadam, natijani kuting va kuzatib boring. Arizangiz qabul qilingandan so'ng pensiya jamg'armasi uni ko'rib chiqadi. Qonunchilikka ko'ra murojaatni ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda 15 kundan 30 kungacha. Agar sizning arizangiz ma'qullansa, sizga qo'shimcha to'lov belgilanadi va u sizning pensiyangiz bilan birga har oy hisobingizga o'tkaziladi. Agar rad javobi berilsa, sababini so'rang va yozma ravishda asosli rad javobini talab qiling. Agar siz rad javobi bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organlariga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Lekin ko'p hollarda agar haqiqatdan ham pensiya tirikchilik minimumidan past bo'lsa, ariza ijobiy hal bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizlarga pensiya miqdori tirikchilik minimumidan past bo'lganlar uchun muhim imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu sizning qonuniy huquqingiz va undan foydalanishdan aslo tortinmang. Davlat o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishga tayyor va buning uchun tegishli mexanizmlar mavjud. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanish uchun shunchaki birinchi qadamni qo'ying. Bu birinchi qadam sizning hayotingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni, shuningdek, shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham muhim bo'lishi mumkin. Ushbu videoga like bosing va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi foydali ma'lumotlar keyingi videolarda ham sizni kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.